Bugun So'x tumanining qay bir mahallasiga bormang, og'ir texnikalar va soha mutaxassislarining tinimsiz mehnatiga guvoh bo'lasiz. Xususan Guliston, Hushyor, Rovon, Sarikanda va Saribozorcha mahallalari hududidan o'tuvchi asosiy sel yo'llarida ulkan muhandislik ishlari bajarilmoqda. Qirg'oqlarni yirik toshlar va shag'al bilan mustahkamlash, yillar davomida tuklanib qolgan sel uzanlarini tozalash ishlari shunchaki texnik tadbir emas, balki minglab xonadonlarni tabiiy ofatdan asrovchi ishonchli qalqondir. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan tumandagi eng murakkab hisoblangan 7 ta yo'nalish alohida nazoratga olingan. Malbud va Kasmidon sel yo'llarida suv o'tkazish quvvati oshirildi. Sebeda, Qalacha va Oqtosh soylarida qirg'oqni himoyalash ishlari yakunlandi. Shurbuloqsoy va Ungirsoy hududlarida toshqinga qarshi mustahkam to'siqlar barpo etildi. Gidrometeorologiya markazining xabari bilan respublikaning tog'li hamda tog'oldi hududlarida sel suv toshqinlari kuzatilishi ehtimoli xabar berilishi hech kimga sir emas. Mana shunday sel suv toshqinlarini xavfsiz o'tkazib yuborish, ya'ni aholi yashash xonadonlari hamda qishloq xo'jaligi yerlariga kirmasdan xavfsiz o'tkazib yuborish maqsadida So'x tumanidagi mavjud sel yo'llarida belgilangan reja asosida mart hamda aprel oylarida tozalash ishlari, qirg'oq mustahkamlash ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sel suv toshqinlarini bartaraf etish maqsadida bugun tumanimizdagi maxsus texnikalar shay holatga keltirildi. Texnik ishlar bilan bir qatorda inson omili va targ'ibot masalasiga ham alohida urg'u berilmoqda. Hududiy mas'ullar har bir xonadonga kirib, fuqarolarga sel yoki ko'chki xavfi tug'ilganda qanday harakat qilish bo'yicha sodda va tushunarli tavsiyalar bermoqda. Zero o'z vaqtida berilgan ma'lumot va ko'rilgan tezkor chora xavfsizlik garovidir. Bugungi tizimli harakatlar natijasida So'x tumanidagi ijtimoiy obyektlar va aholi turar joylari tabiat injiqliklaridan muhofazalandi. Bu kabi ezgu ishlar nafaqat xavfsizlikni ta'minlaydi, balki xalqimizning ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Jahongir Sobirov, Xolmurod Abulfayziyev, So'x tumanidan tayyorlandi.